haydovchisiz taksini ko'rib hayron. Every day goes. Qayerga Every ketyapsizlar? time. California. Every time. Kaliforniyada nima qilasizlar? Down is fucking yellow. I don't know. Bilmayman. Aylanamiz. Aylanasam. Won't close my eyes. I'll play on the summer. With the same way usual. Idahodan San Fransisko, Kaliforniyaga yo'l oldik. Yo'l taxminan 3,5 soat. Yo'lda qornimizni to'ydirish uchun In-N-Out burgerdan ovqat oldik. Va borib mehmonxonamizga joylashishimiz bilan San Fransiskoni aylanishga chiqdik. Birinchi planimiz Golden Gate'ga borish edi. Tajriba qilish uchun u yerdagi robot taksidan foydalanib ko'rdik. 5 minutcha kutargan. To'xta. Ana keldi. Ketdi. Oldiga o'tirasiz. Robot taksi keldi. I'm sitting with mommy. Chiq. What? Binme. Aha. Yes. Start. Heading to Golden Gate Bridge Vista Point. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the support button to speak with a support agent, Hey, put your seatbelt on. as always. So keep your seatbelt. Assalomu alaykum. Rostini aytsam juda qiziq tajriba ekan. Mashinada umuman haydovchi yo'q, lekin juda silliq va ehtiyotkor haydaydi. Hatto ba'zi odam haydovchilardan ham yaxshiroq boshqaradi. Hozir San Fransiskoda bu oddiy holga aylanib qolgan, lekin biz uchun birinchi marta bo'lgani sababli juda hayajonli bo'ldi. Narxi oddiy taksiga qaraganda biroz qimmatroq ekan. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Robot taksi bizni Golden Gate ko'prigigacha xavfsiz olib keldi. Va nihoyat mashhur Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge San Fransiskodagi eng mashhur ramzlardan biri hisoblanadi. Ko'prik 1937-yilda ochilgan va qurilishi qariyb 4 yil davom etgan. Uzunligi taxminan 207 kilometr. Ko'pchilik uning nomi rangidan kelib chiqqan deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas. Golden Gate nomi ko'prik qurilishi oldindan ham bo'lgan bo'g'oz nomidan olingan. Ko'prikning o'ziga xos qizg'ish, to'q sariq rangi esa International Orange deb ataladi. Bu rang ko'prikni tumanli havoda ham yaxshi ko'rinishini ta'minlaydi. San Fransiskoda tez-tez tuman tushadi, shuning uchun ko'prikning bir tomoni ko'rinib, ikkinchi tomoni tuman ichida qolishi odatiy hol. Har yili millionlab sayyohlar aynan shu ko'prikni ko'rish uchun San Fransiskoga kelishadi. Yana bir qiziq fakt, ko'prik shamol, issiq va sovuq ta'sirida harakatlanadi. Juda kuchli shamol bo'lsa, u bir necha metr yon tomonga egilishi mumkin. Issiq kunlarda esa uzunligi ham biroz uzayadi. Bu esa muhandislar tomonidan ataylab shunday loyihalashtirilgan. Yana bir qiziq narsa, Golden Gate Bridge qurilgan paytda dunyodagi eng uzun osma ko'prik bo'lgan va bu rekordni 27 yil davomida saqlab qolgan.
Biz ham ko'prikning birinchi minorasigacha piyoda bordik. Yo'lda San Fransisko shahri, okean va Alkatraz orolining manzarasi juda chiroyli ko'rinadi. Agar bu yerga kelsangiz, albatta sayr qilib ko'rishni tavsiya qilaman.